Assalomu alaykum. Bu videoda ustaxona jadval loyihasini ishlatishni ko'rib chiqamiz. Va birinchi o'rinda botni ishga tushiramiz va ilovaga kiramiz va ilovada birinchi ko'rinadigan oyna bizga bu bo'ladi. Ya'ni login oynasi bo'ladi va birinchi qiladigan ishimiz ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va pastki qismida va bu yerda parol 2 marta kiritiladi. Endi tavsiya qilinadi bitta katta harf va qolgan kichkina harf va raqam aralashgan 8 tadan ortiqroq parol bo'lishi tavsiya qilinadi. Misol uchun test 1 2 3 4 va xuddi shu parolni qayta kiritamiz va ro'yxatdan o'tish knopkasi bosiladi. Shunda biz login oynasiga qaytadi. Ya'ni muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tildi degan holatda va bu yerda endi biz parolni kiritamiz. O'zimiz parolimizni o'sha hozir kiritilgan parolni va kabinetga kirish tugmasi bosiladi va mana kirdik. Va bu yerda bizda asosiy pastki panelda asosiy jadval, mijozlar va sozlamalar menyulari mavjud. Mana sozlamalarga kirganda parolni bu yerdan kirib o'zgartirsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, demak bizga birinchi holat ishlaydigan holati, ya'ni jadval holatiga kiramiz, ya'ni jadval menyusiga kiramiz. Va bu yerda bizda 3 xil holatda bo'ladi: tuzatilmoqda, kutuvda, mijozda. Va misol uchun mana bizga yangi ustaxonada tasavvur, kompyuter ustaxonasi degan bo'lsak, yangi mijoz keldi, plyus bosamiz. Bu yerda mijoz qidiriladi. Ismini yoki nomerini yozishingiz mumkin. Mijoz yo'q bo'ladigan bo'lsa, plyus knopkasi bosiladi. Misol uchun nomeri, misol 91 2 3 4 5 6 7. Ismiga misol uchun klient 1 deydigan bo'lsak va bu yerga qo'shimcha ma'lumot agar xohishi kiritiladigan bo'lsa va saqlashni bosamiz. Mijoz yaratildi va klientni bosadigan bo'lsak, mana bu yerga chiqadi. Va bu yerdagi 0 bu balansi. Ismi, nomeri va balans. Va bu yerga mahsulot kiritiladi. Misol uchun hop, kompyuter desak, qo'shimcha mahsulot, ya'ni bu kompyuterga qo'shimcha nimadir olib kelgan bo'lishi mumkin va bu yerda mahsulot tayyor. Misol uchun ekran desak. Va bu yerda endi summasi kiritiladi. Ya'ni narxi. Hop, xohlasangiz kiritmasangiz ham bo'ladi, keyinchalik o'zgartirsa bo'ladi va saqlashni bosamiz. Bu yerga o'tadigan bo'lsa, mana saqlandi. ID'si, mijoz, mahsuloti, summasi va bu holati bo'ladi. Va bu yerdan bemalol ko'rsak bo'laveradi. Mana mijozda, kutuvda tuzatilmoqda. Mana asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsak, bitta xizmat va buning narxi 0 da turadi. Va bu yerda mana xizmatda tuzatilayotganda bitta bor. Va jadvalga o'tamiz. Mana ID'sini ustiga bosak va yana bitta narsa. Xo'p, so'z rangda ko'rsatilgan hamma narsani ustiga bosilsa bo'ladi, ya'ni qo'shimcha sahifaga o'tadi. Mana buni bosamiz va bu yerda mana klient balansi 0 da. Xo'p, bu yerda ko'radigan bo'lsak, xo'p, endi bizda qilinadigan ish mana bu yerda o'zgartirsak ham bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni va buni endi ekrani misol uchun tayyor bo'ldi. Mana knopkani bosamiz, pishcha knopkasini va bu yerda xizmat haqida qisqacha ma'lumot, ya'ni xizmatni tugallash. Misol uchun yangi ekran qo'yildi. Va bunga narx yoziladi. Misol uchun taxminan 500 ming so'm desak va saqlashni bosamiz. Va mana bu yerda bo'ldi. Xizmat narxi 500 ming so'm va klient mana -500 ga tushdi buni balansi. Va uni mijozlarga o'tadigan bo'lsak, mana klient 1 da balansi -500 ming so'mda turadi. Asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana bitta xizmat bo'ldi. Mana kutuvda, ya'ni tayyor bo'ldi va qarzdorlar bitta. Mijozlarga keladigan bo'lsak, eng baland qarzdorlar birinchi o'ringa chiqib qolaveradi agar ko'pgina mijoz kiritilsa. Mana mijoz ichiga kiradigan bo'lsa, bu yerda statistikasi va mana nechta xizmati va qanchalik bo'lgani. Bu yerda xizmatlari va bu yerda to'lovlari bo'ladi. Xo'p, to'lov ikki xil holatda qilinsa bo'ladi, ya'ni mana mijoz ichiga kirgan holatda to'lov qilish mumkin yoki asosiy sahifada turib, bu yerdan to'lov qilsa ham bo'laveradi. Va bu yerda mana biz klientga to'lov qilamiz. Necha pul, misol uchun 300 ming so'm to'lov qildi. Qo'shimcha ma'lumot kerak emas. Saqlasak, mana 300 ming so'm bo'ldi. Jami xizmatlar. Hop, bu yerga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda endi yangilab qo'yadi. Ya'ni 300 ming so'mlik to'lov bo'ldi, 500 ming so'mlik bo'ldi va endi mijozlarga o'tadigan bo'lsak, -200 ming so'm qarzda turadi. Ya'ni 500 mingdan 300 mingga bo'ldi. Va bu yerda endi jadvalga o'tamiz. Va bu yerdan kiradigan bo'lsa, yana to'lov qilinadigan bo'lsa, endi 200 ming emas, yana qolgan 200 ming desak, saqlash bo'lsangiz mana 0 ga tushdi balans. Va endi jadvalga o'tamiz. Mijoz keldi, ya'ni kompyuterga qaytib keldi va buni olib ketishga bosganda o'zi knopka o'zgaradi. Buni
xizmat haqida qisqacha, ya'ni xizmatni mijozga qaytarish mana bu yerda yoziladi. Endi bu yerga qo'shimcha nimadir yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 1 2 3 yoki kasb nimadir. Va buni saqlaymiz. Mana bu yerda mana summasi, mahsulot, bu pastda info bo'ladi agar yozilgan bo'lsa. Mana yaratildi, tugallandi va mijozga qaytarildi. Bu yerda hamma narsalari bilan bo'ladi. Va mana tugatilgandan keyin bitta narsa bor, o'zgartirib bo'lmaydi. Faqatgina o'chirsa bo'ladi xolos. Va endi asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ikkita to'lov 500 ming so'mlik mana bu yerda pastda turadi to'lovlari. Mana qachon bo'lgani, qaysi mijozga va summasi. Va bu yerda xizmatlar nechtaligi va qaysi xizmat qaysi holatdaligi bo'lib turadi. Va keyinchalik yana bunaqa yaratiladigan bo'lsa, endi misol uchun yangi mijozga yaratish, misol klient qilamiz. Nolda turibdi yoki endi ikkinchi mijoz keldi. Yana plyus bosamiz. 90 1 2 3 4 5 6 7. Yani shuni 91 lik qiladigan bo'lsak. Hop, ismi klient 2. Qo'shimcha ma'lumoti test. Hop, saqlaymiz. O'zi yaratildi va endi klient bosadigan bo'lsa, endi klient 1, klient 2 chiqib turadi. Klient 2 ni bosamiz. Endi qo'shimcha mahsulot, endi misol uchun notebook Asus desak, endi qo'shimcha ma'lumot, ya'ni qo'shimcha mahsulot, ya'ni zaryadlik bo'lishi mumkin. Va undan keyin mahsulot tayyor. Misol uchun sistema buzilgan. Hop, endi qanchaga tayyor bo'ladi? Taxminiy misol uchun 100 ming so'm desak, buni saqlaymiz. Saqlaganimizdan keyin mana bu tayyor bo'ldi. Endi mijozlarga o'tadigan bo'lsa, endi minus 100 ming so'm qarzda turadi. Chunki unga 100 ming so'mlik xizmat ko'rsatildi, hali pul to'langani yo'q. Statistikaga o'tadigan bo'lsa, yana bitta xizmati bor, to'lovi nolda. Tuzatilmoqda bo'lib turibdi. O'zimizga keladigan bo'lsa, yana bitta tuzatilyapti jadvalda. Buni ustiga bosamiz. Tuzatilmoqda bo'lib turibdi. Ya'ni sistema qilib olindi. Tayyorlashni bosamiz. Nima qilindi? Misol uchun yangi sistema qilindi. Mana o'sha necha pul to'langan narxi o'sha eski holatda turaveradi. Saqlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi asosiyga o'tadigan bo'lsak, mana bittasi kutuvda. Ya'ni mahsulot tayyor, bitgan va klient olib ketgani yo'q hali. Va endi to'lovga o'tamiz yoki mijozning o'ziga kirib, ustiga bosadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda mijozni oqtarsak ham bo'laveradi. Misol uchun 91 qiladigan bo'lsak, ismi yoki nahasi kerak bo'ladi. Xo'p, endi bundan keyin ustiga bosamiz, to'lovni bosamiz va to'lov summasi 100 ming so'm. Misol uchun to'lov sistema uchun saqlaymiz. Va endi asosiyga o'tadigan bo'lsa, mana 3 ta to'lov 600 ming so'mlik bo'ldi, 2 ta xizmat 600 ming so'm. Va bu yerda mana pastda to'lovlar chiqib turadi. Va endi ertasiga mana qachondir klient qaytib keldi va mahsulotni berib yuborish uchun bu knopkani bosamiz. Va bu yerda mana yozadi, xizmatni mijozga qaytarish. Misol uchun olib ketayotganda qandaydir qo'shimcha ma'lumot kiritib qo'yiladigan bo'lsa, o'shaga kiritib qo'yiladi, bo'lmasa kerak emas. Saqlaymiz va mana tayyor bo'ldi. Endi asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ikkita xizmat ko'rsatilgan, 600 ming so'mlik bo'lgan va ikkitalasi ham mijozga berib yuborildi. Va bu yerda mana to'lovlari, jadvalni o'zi mana mijozda, kutuvda, tuzatilmoqda, barchasini naqsa bo'ladi. Va endi mijozga kiradigan bo'lsa, ya'ni aynan qaysidir mijozni statistikasi kerak bo'ladigan bo'lsa, mijozni ichiga kiramiz. Va bu yerda mana balansi bo'ladi, mana statistikasi mijozda to'liq va buni xizmatlari va to'lovlari. Keyinchalik aynan shu mijoz uchun to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, hozircha shu.